Assalomu alaykum, sinfdoshlar, yaxshimisizlar? Uje bugun shanba, yaxshi qimmat choyxonaga joy etib qo'ydim uje. Vohli o'taverasizlar, o'zim iftor qilib beraman, cho'ntagimdan uje. Hech kim pul ko'tarib bormasin uje. Oy, qattiqlar, sizlar ham boringlar, o'tgan safar kelmadilaring. O'shaning uchun uje o'zim aytib qo'yapman. Hammamiz mazza qilib iftor qilib kelamiz uje. Deb turib, sinfdoshlar gruppasiga mana shu videoni tashlab qo'ysam uje. Uje tashlab bo'ldim uje. Hamma borsa, somsa, shashlik, suyug'i, qo'yg'i, hamma narsani yeb bo'lgandan keyin uje 50 ming so'mni chiqarib, yigitlar meni zaril ishim chiqib qoldi, bormasam bo'lmaydi deb shuni 50 ming so'mni berib kelsam, sinfdoshlar gruppasi shu bugun tugasa kerak a, shu bugun odolsa kerak a uje. Voy, uje men buni tashlab bo'ldim uje. Baribir tashlayman men shu videoni sinfdoshlar gruppasiga uje.